Assalomu alaykum barchaga. Kuzatib borayotganlarga 12 darsimizda yana haydovchilik guvohnomasini olishga yana bir qator ishlashga harakat qilamiz. Xo'p, birlashinamizni yangiladik. Yo'l qoidalari birlashinasini yangisi chiqqan ekan, shunga almashtirdik. Xo'p, bunda yangicha umumiy eski degan savollar, variantlar bor ekan. Xo'p, birgalikda 20 ta testga yana mashqlar qilib ko'ramiz. Qani boshladik. Xo'p, bizga bunda ham 25 minut vaqt beryapti. Xo'p, birinchi savol. Qaysi yo'l belgilari yo'lning tor qismi haydovchilari ustunlik beradi? Xo'p. Faqat D ga o'xshayapti. Qani ezib ko'ramiz. To'g'ri javob topibmiz. Xo'p. Ushbu chorrahada haydovchi orqaga harakatlanib ko'rsatilgan manyovrni bajarishga ruxsat etiladimi? Xo'p. Taqiqlanadi. To'g'ri javob topibmiz. Xo'p, ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Ehtiyot choralarini ko'rish uchun, majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun, to'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi. Xo'p. Majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun. Xo'p. To'xtamasdan o'tishni taqiqlaydigan. Xo'p. Endi bu eski birlashinamizda ham berilgan savol edi. Agar esimizdan chiqmagan bo'lsa, to'g'ri belgilashga harakat qilamiz. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Xo'p. Esimizdan chiqibdi, xato belgiladik. Xo'p, M2 toifadagi avtotransport vositalari boshqaruvi qurilmasidagi qanday eng katta lyuft yig'indisiga yo'l qo'yiladi? Xo'p. Menimcha 10 gradus, 20 gradusga yo'l qo'yilar ekan, esimizdan chiqmasin. Bu savollar yana takrorlanishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, e'tibor bilan belgilashni tavsiya qilaman. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqasi bor bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Ajratuvchi. Menimcha o'ngda. To'g'ri topibmiz. Xo'p. Ushbu chorrahada avtobus haydovchisi kimga yo'l berish kerak? Ko'k avtomobilga yo'l berish kerak. Chunki bunda mana sariq znakda qarasanglar, asosiy yo'l ko'k avtomobilda turibdi. To'g'ri javob topibmiz. Xo'p. Ushbu qo'shimcha axborot yo'l belgisini bildiradi. Mana bildiradi. Barcha turdagi transport vosita to'xtab turish uchun yo'lning qatnov qismida trotuar yoniga qo'yish usulini. Mexanik transport vosita to'xtab turish joyi, yengil avtomobillar to'xtab turish joyi. Xo'p. Barcha turdagi transport vositalari deydi. Xo'p, 10-savolga. Xo'p, aylanma harakatlanish chorrahasida. Xo'p, harakatlanayotgan transport vositalari aylanaga kirib kelayotgan transport vositasiga nisbatan ustunlikka. Aylanaga kirib kelayotgan. Xo'p. Harakatlanayotgan transport vositalariga nisbatan aylanaga kirib kelayotgan transport vositalari ustunlikka ega. Xo'p, birinchi javob to'g'ri edi.
Xo'p, endi e'tibor beramiz. Ushbu hop, chapga berilayotgan haydovchi kesishayotgan yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerakmi? Xo'p, agarda piyoda o'tish joyi bo'lsa, barcha hollarda o'tkazish kerak. Javob to'g'ri. Xo'p, tumanga qarshi old chiroqlarning qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar bilan birga qo'llash mumkinmi? Mumkin emas. Mumkin ekan. Shu savolda ham e'tibor bilan esinglarda qolsin. Tagida izohi bilan turibdi mana. Xo'p. Yo'l harakati qoidalarining 23-bandida, bobida 137-bandida quyidagi hollarda tumanga qarshi fara chiroqlari foydalanish mumkin. Yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda alohida, shuningdek, uzoq yorituvchi yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan sutkaning qorong'i vaqtida yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoq yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan birga ushbu qoidalarning 138-bandida ko'zga tutilgan holatlarda yaqinni yorituvchi fara chiroqlari o'rniga yoqish mumkin deb yozilgan ekan. Hop, 12-siga o'tamiz. Endi izohlari bilan berar ekan. Приложение juda zo'r ekan. Qaysi belgi haydovchiga kesib o'tilayotgan yo'lning harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi lozimligi bildiradi? Xo'p. Menimcha A. B va D degan. Xo'p. Izoh: yo'l harakatining qoidalari 2.4 nuqta yo'l bering belgisi 2.5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi. Xo'p. 13-savol. Ushbu ko'rsatilgan holatda kim yo'l berishi kerak? Mototsikl haydovchisi ekan. Xo'p, ushbu belgilarda qaysi biri oldinda yo'l qoplamasi ustida sun'iy notekislik borligini ogohlantiradi? B. B javob. Xo'p, ushbu vaziyatda siz o'ng tasmada harakatlanmoqdasiz. Siz tasmangizga qayta tuzilayotgan transport vositasiga yo'l berishingiz kerakmi? Kerak emas ekan. Xo'p. Endi buni qani? Bundan oldingi savolda ham ko'ringandek bo'ldi. Ushbu yo'l belgisi qaysi transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi? Xavfli yuk tashiyotgan transport vositalari harakatlanishini barcha javoblar to'g'ri. 3-si ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lmagan yuk avtomobillarni. Barcha javoblar to'g'ri. Xavfli yuk. Qaysi belgi to'siqni o'ng yoki chap tomonidan chetlab o'tishga ruxsat? Albatta ikkinchi. Xo'p. 5-chi belgi ekan. Qaramabmiz. E'tibor berishimiz kerak znaklarga. Bu joyda yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish maqsadida to'xtash mumkinmi? Ha, mumkin. Xo'p.
Xo'p, endi 19-savol. Qizil avtomobil chorrahani nechanchi bo'lib kesib o'tadi? Qizil avtomobil. Oxirgi bo'lib kesib o'tadi. Xo'p, 20-savol. To'xtash qoidasini qaysi transport vositasi haydovchisi buzdi? Xo'p, faqat qizil avtomobil haydovchisi. Har ikkala haydovchi ham. Xo'p, faqat ko'k avtomobil haydovchisi. Faqat qizil avtomobil haydovchisi. Xo'p, yakuniy test. Asosiy oyna. Xo'p, juda ham zo'r ekan. Xo'p, endi real imtihon. Barcha biletlar real imtihonga, standart imtihonlar real imtihonlarda ham ajoyib. Ko'p savollar bor ekan, qulaylilari yaxshi ekan. Ha. Bu yerda tarixni ko'raylik. Tarixda, xo'p. Birinchi biz hozir 20 talik testni yakunlaganimizda bu yerda biz xo'p, ko'ryapsizki, qizillar barcha topolmaganlarimiz xo'p yakunlandi. Xo'p. Ko'klar barcha savollarga to'g'ri javob berganmiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 tadan 10 ta savolga to'g'ri javob bergan ekanmiz. Xo'p, hammalarga imtihonlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, haydovchilik guvohnomasini olishingizni tilab qolaman. Kuzatib boring, biz bilan qoling.